Assalomu alaykum. Juda ham ko'pchilik savol beryapti, hozir sudlardan ushlab ketayotganligi haqida. Shunday holatlar bo'lyapti, ming afsuski. Shu 2 kun oldin ham o'sha Filadelfiyada immigratsiya bo'yicha sudga borganlarida, ya'niki bizga murojaat qilganlar, biz o'sha holat bo'yicha vaqtimiz bo'lmaganligi uchun ularga sudga o'zingiz boring va suddan keyin biz ishingizni olishga harakat qilamiz deb tushuntirganimizda, bu mijozda sudga borganda haqiqatdan ham qamaymiz, ya'niki o'sha qamoqqa olish holatlari ko'zda tutilgan va sud tarafdan ogohlantirildi va 1 oy muhlat berildi advokat olishga. Bu bilan nima demoqchimiz? Hozir vaziyat juda ham og'irlashyapti. O'zingiz ko'rib turibsiz. Nafaqat Meksikadan kelganlar, nafaqat boshqa, ya'niki viza bilan, green karta bilan kelganlarga ham tegishli bo'lyapti. Bu holat juda ham qaltis vaziyatdamiz. Bunday holatda nima qilish mumkin? Ya'niki kimni advokati bo'lmasa sudda, ya'niki sudga borayotganda iltimos qilardik, o'sha hududingizdan yaxshiroq malakali advokatlarni olishingizni maslahat bergan bo'lardik. Sababi advokatsiz borsangiz bunday holatlar yomon oqibatlarga olib kelish holatlari kuzatilyapti. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, juda ko'pchiligimiz shu boshida ham aytganman, 2024-yil noyabrda ham ta'kidlab o'tganmiz, formalarda xatolik borligida, ya'ni sabablarini tushuntirib o'tamiz. Ya'niki ko'pchilik tushunmagan holatda formalarni onlayn to'ldirishgan, ya'niki kimlardir to'ldirib bergan va ishi sudga chiqqandan keyin sudga taqdim qilmagan. Bu onlayn topshirilgan formalar 2025-yil 5-yanvardan keyingi holatga ko'ra, ya'ni DCS o'sha migratsiya sizni onlayn topshirilgan I-589 formangizni transfer qilishni boshladi. Sudga oldin transfer qilinmasdi va hozir bu transfer davom etyapti. Bunday holatlarda siz 589 topshirdim deb o'ylaysiz, ammo lekin biroq siz sudga qog'oz tariqasida, ya'ni yangilangan holat bo'yicha topshirmagan bo'lasiz. Ikkinchi holatlar bo'lsa, sizni taqiqlar tarixingiz to'liq holatda, ya'ni yetarlicha ma'lumotlar bilan topshirilmagan bo'ladi. Va uchinchi holatda bu umumiy xatolik hisoblanib, siz o'shanda ham advokat olmaydigan bo'lsangiz, ishingiz og'ir holatga olib kelishi va siz sud zalidan to'g'ridan-to'g'ri qamoqqa olinishingiz yoki prokuror va sudya tomonidan kelishilgan holatda ishingizni to'xtatib, uskarinni, ya'ni tezlashtirish holatiga qo'yish mumkin. Shuning uchun bizni kim ko'rib borayotgan bo'lsa, kuzatib borayotgan bo'lsa, o'zingiz ishingiz bo'yicha to'liq ma'lumotlarga ega bo'ling va kimgadir topshirgan bo'lsangiz advokatingiz demak ishlayapti, advokatingiz bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. Advokat olmasdan o'zlarini sudlarini bu shtatdan bu shtatga ko'chirib, shaxmat toshidek o'yin qilib yurganlar bo'lsa, bu holat nuqta qo'yiladi va qamoq bilan yakunlanishi mumkin. Shuning uchun barchangiz ogoh bo'ling, hujjatingizga e'tiborli bo'ling.